Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugun 20-avgust sanasına göre o'zlarimizni Urganch dehqon bozorida Andijonli balon to'shkasida opa-singillarimiz va undan tashqari ukalarimiz uchun maktab formalarini aksiyani zo'r bor ekan. Xudo xolasa bugun sizlar bilan narxlari nechik, sifati nechik va nerdan kelib turibdi birgalikda ko'rib chiqamiz. Obunachilar bir like ni kanalimiz rozi uchun bosib, обязательно obuna bo'lib qo'yinglar. Xudo xolasa yangilik qilishdan to'xtamaymiz. Assalomu alaykum. Og'a, bormisiz? Farmasiz? Charchamayapsizmi? Obunachilar uchun o'ta zo'rlardan olib kelib qo'yganman, detskilarni. Lekin maktab forma ham olib kelib qo'yganman. Bu videoda ko'rishdan avval 5-6 oy yaqinlarga jo'nataveradi. Podpiskani bosadi, like yozadi, bosadi, kelishaveradi. Qarang og'a. Bular mana Cholver original narsa Xitoydagi bo'ladi. Bularda bozor 120-100 sotyapti. Sizga og'a obunachilar uchun 45 ming so'mdan qo'yib beraman. Jinsi. Bu yozga 100%. Yozga, kuzga ketilaveradi. Aha, ajoyib. 45 ming so'mdan nima deyapti? Rasvetga razmer ish bo'ladi. Rasvetkasi bor. Razmerlari kelishaveradi, xudo xolasa 7-sinfgacha tushadi. 1-sinfdan 7-sinf. Undan tashqari og'a detskilarni ko'rsatdim mana. Pari bilan birga bo'ladi og'a. Pari bilan birga. Bularning narxini og'a o'zdan bilasiz, 40 ming, 45 ming sotib turadi. Obunachilar uchun 25 ming so'mdan qo'yib beraman. 25 ming. 25 ming so'mdan pari bilan birga hozir ochib ko'rsataman. Mana to'liqini ko'rsataylik. Qarang mana. Pari bilan birga 25 ming so'mdan. Ishchi qara tursa bo'ladi-ku, yaningizda ishida birov kreditlarga qarab turadi. 25 ming so'mdan. Ha? Bu 2 yoshgacha boladan ular bor. Xudo xolasa kelishaveradi, 5 yoshgacha bo'ladi, og'a. Top beramiz, 5 yoshar, 6 yoshar kelishaveradi, top beramiz, razmerlari bor, xudo xolasa. Bundan tashqari og'a, bu yerda o'ta zo'r narsam bor edi. Qarang, hozir hamma yo'g'im odam bir bosdi, yomon bosdi lekin. O'zim ham topolmay qolyapman narsalarni og'a. Keling, hayotda olib keling og'a. Qarang, maktab formalar 20 ming so'mdan. Qarang, yubkalar 20 ming so'mdan. Suyibga. Yubka 20 ming so'mdan. Aha, Jeniski, maktablar, maktab o'quvchilariga. Undan tashqari maykalar, muskoy, jeniski 10 ming so'm. 10 ming so'mdan. Undan tashqari bozor necha pul sotyapti bizga qiziq emas og'a, muskoy, jeniski. Oq formalar kam 60 ming, 70 ming sotib turadi. 20 ming so'mdan qo'yib beraman og'a. Nima deyapti? 20 ming so'm. O'ldi. Apga narxi-chi arzonmi? 20 ming so'm. Bozorda yo'q, original narsa. Nima deydi? Bo'laveradimi? Qarang og'a. 40 bilan bo'ladimi? Doimiy maktab boshlanguncha 40 ming so'm bilan maktab forma bitta degan. Oo. 40 ming so'm bilan maktab formalar bitta. Davay, obzorni davom qilamiz. Kelishaveradi, og'a, undan tashqari. Papkalarni ko'rsating, papkalar, muskoy, jeniski, og'a, bozor 120-100 ming so'm sotyapti. Tovarini bemalol kelib solishtirib ko'raveradi. Obunachilar uchun 65 ming so'mdan qo'yib beraman. Muskoy, jeniski deydimi, 65 ming so'mdan papkalar. Bozor sedona bor taxminan. Og'a, obunachilarga yetkazib beraman, xudo xolasa maktab boshlanguncha. Gap yo'q. Endi qarang, o'sha oq ko'ylaklaringizni necha razmergacha bor, shuni ham to'liq aytib va necha dona bor taxminan. Razmerlari og'a 42 dan 50 gacha razmer bo'ladi. Xudo xolasa 8-sinfdan, 1-sinfdan 8-sinfgacha tushadi. Kelishari, muskoymi, jeniskimi hammasidan qilib beramiz. Lekin soni cheklangan bo'ladi. Tezroq kelib olib ketishadi. Lekin bir kelganda 10 ton tap ketishyapti. Optimchilarga kelsa, undan ham arzon qilib beraman. Keyin bundan 20 ta olsa 2 ta mulk beraman. Ha, 20 ta. 20 dona olsa 2 ta mulk beraman. 20 ming so'mdan lekin narxi. Bo'ldi. Kelishaveradi. Yurtdoshlar, xudo xolasa ajoyib bor. Oq ko'ylaklarimiz xudo xolasa endi bu oq ko'ylak reklama etdi, bir reklamisini gap ham eshitmasam bo'ldi, buni reklama etmadi. Boya izladi, topolmadim, endi topdim mana uni qarang. Qarang. 120 gacha razmer deyiladi endi. Xo'p, 4 yosh, 5 yosh, 6 yoshgacha tushiradi. Bular narxini 35 ming qo'yib beraman. Bu necha yoshlargacha bo'ladi endi bu? Ham bu tovarini nenniki bu? 5 yoshgacha bo'ladi. 5 yoshgacha. Razmeri bor. 35 ming qo'yib beraman. Yoskina jins voy. Jinsi. Kuzda ham kiysa bo'laveradi og'a. 35 ming so'mdan. Endi qarang, maktab formani aytdik, detskiy kiyimni aytdik. Endi glavniy yana hurmatli baland opa-singillarimizni yo'ynak, duvoykalarni aytamiz. Jeniski duvoykalar. Aha. Keling qochish kerak.
Ichki o'tibdi, bunda aksiya bormi? Qarang, og'a, aksiyani yomon bo'ladi. Odamlarni ko'rsating, odamlar gavjum. Yo'q, xaritadaga tushmaysizlar sizlar. Xaritatavering, bemalol. Yaxshi, qarang, og'a. Tushirmaymiz. Duvoykalar bir qator ko'rsating, mana shu tepayu pastni qarang, og'a. Buni xalq biladi. 75-80 sotganmi, og'a? Bularda 3 kun aksiyada mayli 55 ming so'mdan saylab olib ketishadi. Kelib turib, sen 50 ming so'm qo'ygansan, 50 ming so'mga ber degan gap bo'lmasin. 55 ming so'mdan mana tugatishga bo'lib ketdi. Undan tashqari Margiza tovarda duvoykam bor, ko'ylak bor. Bularni obunachilar uchun 80 ming so'mdan qo'yib beraman. Xolasa ko'ylak, xolasa duvoyka xilini. Ustipasi. Ustipasi. Necha so'm bo'ladi shunda asl bahosi o'zi? Qarang, o'zini asli bahosi bular 100 ming so'm, 20 ming so'm tushib 80 ming so'm qilib beryapman. Bularda ham 100 ming so'm sotdim. XB bo'ladi bu og'a. Bularda razmeri rasvetga nechga oladi? Razmerlar 48 dan 54 gacha bo'ladi duvoykasini. Bulardiki 48 dan 60 gacha razmeri bo'ladi. Ko'ynakda o'zi. Ajoyib. Xudo xolasa kelishaveradi og'a. Bularda saylab olib ketishi 55 ming so'mdan qilib qo'yganman, soni cheklangan. Eng arzon duvoykam shunda 55 mingmi? Eng arzoni og'a. Qarang. Eng arzonini ko'rsataymi sizga?